Shahboz aka, Labbay. meni 3000 dollar pulim bor. Aha. Qo'ziqorin biznesiga tiksam, qancha muddatda nechta pul foyda ola olaman? Xo'p. Bu yerdachi 3000 dollar pul tikilgandan keyin ikki xil yo'li bor. Birinchisi qo'ziqorinni yetishtirib pul topish, 3000 dollarni ko'paytirish masalasi. Ikkinchisi uni olib sotish, ya'ni tayyor mahsulot topib sotish. 3000 dollaringizni 40 kunda agar mahsulot yetishib chiqsa, yana 3 hafta davomida mahsulot hosil olasiz undan. Agar hamma narsa ideal holatda bo'lsa, bozor narxi o'rtacha tursa va sizni mahsulot yetkazib chiqarishingiz ideal holatda bo'lsa, tikkan pulingiz birga bir olasiz. Men aytganim bu 40 kunlik, 80 kunning ichida bundan ko'p foyda qilasiz. Endi uning uchun 80 kunlik bo'lishi uchun siz kompost fazalarini ham bilishingiz kerak bo'ladi. Bu endi kompost bu shunchaki nimalarnidir aralashtirib tayyorlash emas, bu ilmiy jarayon. Ilmiy tadqiqotlardan o'tgan jarayonni bilishingiz kerak bo'ladi. Bilamizki, bilim doim bu pul. Pulli bilimga egamisiz, demak siz ko'proq foyda qilaverasiz. Tikkan pulimni xuddi o'sha siz aytganingizdek, agar kompost tayyorlash jarayonini ham, o'sha yetishtirish jarayonini ham zo'r qiladigan bo'lsam, demak 3000 dollarimni men 9000 dollar qilib ola olaman. Ola olasiz.